Hammaga xayrli kun. Qizlarlar yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Hozir bankka borib oyliklarimizni naqd qildirib keldik. Kecha 24-da biz oyliklarimiz tushdi. Mana Ersaqdagi daromadlarimiz, bular 1 oylik daromadlar. Bizning Ersaqda oy-moy ishlaganingizga yarasha, mehnatingizga yarashasini kompaniya to'laydi. Birovni pulidan pul chiqazib bermaydi. O'zingizni mehnat qilib, qancha ko'p hamkor olib kirib, ularga tavsiya berib, mana shunaqangi kompaniya mahsulotlarini reklama qilib ishlasanglar, mana shunaqangi daromadga chiqasizlar. To'g'ri, ba'zi bir kompaniyalarda oylik yo'q, faqat sotuv qilasiz, lekin bizda Ersaqda sotuv yo'q desam bo'ladi. Avtomatik bir martalik xaridini qilgandan keyin o'rtada sotuv ham bo'lib ketadi. Mana shunaqangi daromadni kompaniya beradi sizga. Siz olib kelgan hamkordan pul chiqazib bermaydi kompaniya. Hamkor olib kelganingiz uchun, kompaniyaga tovar berganingiz uchun kompaniya sizga alohida oylik chiqazib beradi.